Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan AI, aytaylik ChatGPTni Cloud'ni Meta Ads'ga, ya'ni targetolog reklama akkauntlariga ulashishni ko'rib chiqamiz. Bugun misolimiz ChatGPTda bo'ladi. Xohlasanglar bu narsani Cloud'da ham ulashinglar mumkin, boshqa narsada ham ulashinglar mumkin. Lekin misolni ChatGPTda ko'rib chiqamiz. Deyarli umuman farq qilmaydi. Deyarli. Ketdik. Birinchi navbatda ko'rib o'tishimiz kerak, nimani? Avval MCP tool'lar custom bo'lardi. Ya'ni kimdirlar GitHubda bor bo'lgan MCP tool'lar edi. Siz u orqali AI reklama akkauntlaringizga ulaydigan bo'lsangiz, muammo kelib chiqardi. Ya'ni sizni AI ko'p marta so'rov yuborgani uchun reklama akkauntlarga AI Meta o'ylardiki, siz botsiz va bloklab yuborish shansi juda ham ko'p edi. Shuning uchun Meta bu narsani ko'rdi, Meta bu muammoni angladi va o'zi rasmiy MCP tool chiqardi. Ya'ni endi biz qo'rqmasak bo'ladi. Bemalol akkauntimizni ulasak bo'ladi. Ya'ni bu URL orqali so'rovlar boradigan bo'lsa, Metaga o'ylaydiki, ha, hammasi to'g'ri joyda ketyapti. Bu sahifa orqali sizlar o'sha Metani haqiqiy MCP to'li qanaqa ishlayotganligi haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar tanishib chiqinglar, keyinchalik buni ham linkini qoldiraman. Videoni ostida. Bu yerdan bo'lsa ChatGPT, Cloud Code, Perplexity bularga qanaqa qilib ulash kerakligini narsa yo'riqnomalari bor. Misol uchun ChatGPTni borsanglar, bundaqa joyga o'tib ketadi, ya'ni OpenAI developers qanaqa qilib ulash kerakligini ko'rsatgan bu yerda. Va risklarni ham berib o'tgan. Nimaga tayyor turing, nimani noto'g'ri qilsangiz qanaqa oqibatlarga olib keladi. O'rganib chiqishni maslahat beraman. Lekin hozircha xavfsiz. Xo'sh, bu yerda qiladigan ishimiz faqatgina mana shu linkni kopировать qilishimiz kerak. Mana bo'ldi. Shu bilan Meta bilan qiladigan ishimiz hozircha qolmadi. Endi birdaniga ChatGPTga o'tib ketsak bo'ladi. ChatGPTda tushuninglar, Cloud'da ham hattoki oddiy modda, ya'ni hamma ishlatayotgan modda shunchaki o'zgartirib bo'lmaydi. Biz uning uchun settingsga o'tib, appsga o'tib, appsdan pastda advanced settings turibdi. Agar bu yerda sizlar hech narsani ulamagan bo'lsanglar, tabiiyki sizlarda hech narsa bo'lmaydi. Advanced settingsga o'tib, bu yerda developer mode yoqishlar kerak. Developer mode nima risklarga olib kelishi haqida mana bu sahifada bor. Nima risklar bo'lishi mumkin? Buni ham o'qib chiqinglar. Xo'sh, developer mode yoqamiz. Bo'lmasa sizlar create app qila olmaysizlar. Nima uchun yoqamiz? Qaranglar. Metani MCP'si bu rasmiy plugin emas, ya'ni OpenAIga qo'shilmagan. Siz custom plugin yaratyapsizmi? Bo'ldi, demak developer modga o'tishingiz kerak va developer modda o'ziga yarasha, конечно, risklari bor. Bo'ldi, mana developer modni yoqishimiz bilan yuqorida ko'rsanglar create app tugmasi paydo bo'ldi mana. O'chiraman, yoqaman. Mana create appni bosamiz. Va bu yerdan biz Meta qo'shamizmi? Nomini Meta Ads deb nomlaymiz. Description shart emas va boyagi URLni mana shu yerga qo'shamiz. O'z holatida qolsin, tegmaganinglar ma'qul. Agar xohlasanglar chiroyli tursin desanglar qo'shib qo'yishlar mumkin, ya'ni Metani rasmini olib kelib qo'yishlar mumkin va bu yerdan buni belgilab, qolgan hech narsaga tegishimiz shart emas, ortiqcha yuklama va create tugmasini bosamiz. Bu vaqt sizlarda tez o'tib ketadi, men ozgina kutaman. Mana bizda app yaratildi, plugin tayyor, lekin hali biz akkauntlarimizni boshqara olmaymiz. Nima uchun? Chunki hali sign in qilmadik. Chunki auth belgilagandek ko'rgan bo'lsanglar. Endi sign in with Meta Ads bosamiz. Va bizani auth bo'limiga o'tkazib boradi. Bu yerdan Facebook akkauntimiz o'zimizniki, continue. Xo'sh, do'stlar, menda birdaniga ulandi bu narsa. Ya'ni mendan auth so'ramadi, parollarni kiritib o'tirmadim yoki qanaqadir sozlamalar qilmadim. O'zingizda u yerda juda ham ko'p sozlama yo'q. Sozlamalar nimada bo'ladi? Sizlarda u yerda chiqib keladigan narsalar. Ya'ni birdaniga bu yerga kelib qola olmaysizlar sizlar. Men avval disconnect qilib, sizlarga o'rgatish uchun disconnect qilib, delete qilib, Meta boshqatdan yaratganim uchun meni birdaniga kirgizib yubordi. Senda avvaldan bo'lgan bu narsa deb. Sizlarda faqatgina ikkita narsa sozlama chiqadi. Ya'ni hamma page'ga akkaunt, ya'ni ruxsat berasanmi? Sizlar bilasizlar, Facebook orqali business page'da boshqariladi reklama akkauntlar. Hammasiga ruxsat berasam yoki aynan bittasiga kirsinmi degan narsa ikkita tanlov chiqadi. Instagramda ham, Facebook page'da ham, reklama akkauntda ham. Hammasiga deb belgilab chiqsanglar bo'ldi. Chunki sizlar boshqarayotganinglarda faqatgina mana bu reklama akkauntga kir deb ayta olasizlar. Shuning uchun aynan bittasini tanlashingiz shart emas. Hammasiga ruxsat berib qo'yaveringlar. Keyin IDni tashab turib, mana shundan menga ma'lumot olib ber desanglar, o'sha ma'lumotni bemalol olib beradi. Bu yerdan nima qanaqa ishlayotganini o'qib olishinglar mumkin va endi bizada bu Meta Ads plugin qanaqa ishlayotganini bir ko'ramiz. Meta Ads mana pluginni o'zi chiqib kelyapti avtomatik va hozirda yozamiz aktiv bo'lgan reklama akkauntlarni yozib ber. Bo'ldi. Byuroni beramiz va har doim bir narsani belgilab ketinglar. Audit so'rasanglar yoki nimanidir analiz qilishni so'rasanglar, OpenAIdan
aytib ketinglar, o'zgartirish kiritma, faqatgina audit qil yoki faqatgina ma'lumotlarni menga olib ber deb aytib ketinglar. Chunki audit jarayonida mana bu narsa noto'g'ri ekan, o'zgartirib yubordim degan narsa kerak emas sizlarga. Chunki haqiqatan reklamalarni qayerdadir noto'g'ri narsa ketayotgan bo'lsa, o'chir desanglar, OpenAI, ya'ni ChatGPT bu narsani qila oladi sizlar uchun. Mana bo'ldi, bizada hamma ma'lumot bor, hammasi chiqib kelyapti, bez muammo ishlayapti. Faqatgina bundanda yaxshiroq foydalanish imkoniyatlari bor. Bundanda yaxshiroq promptlar bor. Sizlar schedule task qilib har kuni soat nechadadir o'zinglarga reportlarni qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Endi bu narsalarni Telegram kanalda alohida live qilib ko'rsatib o'taman. Sizlar bilan gaplashib, savollar bo'lsa, savollar bilan bir vaqtda ko'rib ketish baribir yaxshiroq yechimga olib keladi. Shuning uchun do'stlar, agar YouTube'da ko'rib turgan bo'lsanglar va meni Telegram kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, Telegram kanaliga o'tib olinglar. U yerda biz ko'proq narsani gaplashamiz, chunki Telegram kanaliga yozish oson. YouTube'ga juda ham kam video chiqaryapman. Nimadir so'rasanlargina YouTube'ga chiqaryapman hozir. O'zimcha nimadir qilmayapman. Atak Telegram kanalda ko'p narsa haqida gaplashamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoni ikkinchi marta yozyapman. Shuning uchun iltimos, mehnatimiz uchun bitta like jalqa qilmanglar. Rahmat.